ayollar salonlari, kasb turizm markazlarida o'sha shahar sanitariya asoschi jamoat salomatligi bo'limi tomonidan profilaktik suhbatlar olib boryapmiz. Bunda asosan maqsad o'sha ayollar salonlarida yuqumli kasalliklar oldini olish, ishchilar ish sharoiti, shaxsiy gigiyenalar talablariga rioya qilinishi, ishlatiladigan asbob-anjomlarda zararsizlantirilishi, shular bo'yicha profilaktik suhbatlar olib boryapmiz. Biz o'sha davlat qo'mitamizda bosh davlat sanitariya vrach tomonidan sartaroshxona tashkil qilish, jihozlash, ularga xizmat ko'rsatishga qo'yiladigan sanitariya qoida me'yor sanpinimiz bor 03/05/12-sonli. Shularda alohida belgilab qo'yilgan. Unda birinchi o'sha xonalar va jihozlarga bo'lgan talab, xonalarni saqlashga, profilaktik va dezinfeksiya chora-tadbirlar o'tkazishga qo'yilgan talab, yuqumli kasalliklar oldini olishga qo'yilgan talab, ishchilarning sharoiti va shaxsiy gigiyenalariga rioya qilinishi bo'yicha talab qilingan. Bunda asosan o'sha kundalik tozalovchilarni, namli tozalovchilarni bir kunda 2 mahal o'tkazadi. Ishni yakunlagandan keyin o'sha zararsizlanuvchi vosita ishlatiladi, o'zingiz ishlatayotgan zararsizlar xlor va tarkibida xlor saqlovchi modda bilan ishni yakunida dezinfeksiya qilib ketiladi. Albatta bunda shaxsiy gigiyena qoidalariga albatta ish xalati bo'lishingiz kerak. Xalatlar alohida xonada, kiyim shkaflarida tashqariga chiqib chiqmaslik kerak. Profilaktik chora-tadbirlar olib boryapmiz.